Bugun men siz bilan juda muhim mavzuni gaplashaman. Yangi pensiya tizimiga o'tilishi. Bu o'zgarishlar pensionerlar uchun nimani anglatishi? Kimning pensiyasi oshishi? Kim hujjatlarini qayta tekshirtirish kerakligi va qaysi xatolar odamni o'yma-o'y pul yo'qotishiga olib kelishi mumkin? Bu ma'lumot faqat hozir pensiya olayotganlarga emas, pensiyaga chiqishga yaqinlashayotganlarga ota-onasi, buvisi yoki bobosi pensiya oladigan har bir oilaga tegishli. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday mavzularda bir kun kechikish ham ba'zan bir necha oylik to'lovni yo'qotishga sabab bo'ladi. Men avvalo masalaning o'zagini oddiy tilda tushuntirib beraman. Oldingi tizimda ko'pchilik uchun pensiya masalasi bir xil ko'rinardi. Odam belgilangan yoshga yetadi. Mehnat daftarchasi, ish staji, maosh haqidagi ma'lumotnomalar yig'iladi. Pensiya jamg'armasiga topshiriladi va shundan keyin unga pensiya tayinlanadi. Ko'p hollarda asosiy e'tibor qog'oz hujjatlarga, mehnat daftarchasidagi yozuvlarga, arxivdan olingan ma'lumotnomalarga qaratilgan edi. Agar ish joyi yopilib ketgan bo'lsa, arxiv topilmasa, mehnat daftarchasida muhr xira bo'lsa yoki maosh haqida to'liq ma'lumot bo'lmasa, odamning pensiya miqdori kamayib ketishi mumkin edi. Endi esa tizim bosqichma-bosqich raqamlashtirilmoqda. Ya'ni davlat organlari, soliq bazasi, bandlik tizimi, shaxsiy hisob varaqlar, ish beruvchi tomonidan to'langan ijtimoiy ajratmalar va rasmiy daromadlar bir-biri bilan bog'lanmoqda. Bu nimani anglatadi? Men buni sodda qilib aytaman. Kelajakda pensiya tayinlashda faqat qo'lda olib kelingan qog'oz emas, balki davlat bazalarida siz haqingizda yig'ilgan ma'lumotlar ham juda katta ahamiyatga ega bo'ladi. Agar siz rasmiy ishlagan bo'lsangiz, ish beruvchi siz uchun to'lovlarni to'g'ri amalga oshirgan bo'lsa, maoshingiz qonuniy ko'rsatilgan bo'lsa, bu sizga foyda. Lekin ish haqi konvertda berilgan, staj to'liq rasmiylashtirilmagan, ish beruvchi ajratmalarni vaqtida to'lamagan yoki hujjatlarda xatolar bo'lgan bo'lsa, bu muammo tug'dirishi mumkin. Yangi yondashuvning maqsadi shuki, pensiya tizimi adolatliroq, shaffofroq va hisob-kitobi aniqroq bo'lsin. Lekin men ekspert sifatida sizga bir narsani ochiq aytaman. Har qanday yangi tizimda odam o'z ma'lumotlarini o'zi ham tekshirishi kerak. Chunki bazada xato bo'lsa, tizim sizni emas, undagi ma'lumotni ko'radi. Masalan, siz 25 yil ishlagan bo'lishingiz mumkin. Lekin elektron bazada 19 yil ko'rinsa, hisob-kitob ham 19 yilga qarab ketishi ehtimoli bor. Shuning uchun asosiy savol, yangi tizimda kim yutadi, kim ehtiyot bo'lishi kerak? Birinchi navbatda. Kimlar xavotir olmasligi mumkinligini tushuntiraman. Agar siz butun mehnat faoliyatingiz davomida rasmiy ishlagan bo'lsangiz, mehnat shartnomangiz bo'lgan bo'lsa, ish beruvchi siz uchun soliq va ijtimoiy to'lovlarni qonuniy o'tkazgan bo'lsa, sizda mehnat daftarchasi, buyruqlar, maosh ma'lumotnomalari yoki elektron mehnat tarixi to'g'ri yuritilgan bo'lsa, yangi tizim siz uchun ko'proq qulaylik beradi. Chunki oldingidek bir idoradan ikkinchi idoraga yugurish kamayadi. Ko'p ma'lumotlar avtomatik tekshiriladi. Pensiya tayinlash jarayoni tezlashishi mumkin. Masalan, Dilbar opa 35 yil maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan. U har doim rasmiy ishda bo'lgan. Oyligi bank orqali tushgan. Mehnat daftarchasida barcha yozuvlar bor. Oxirgi yillarda elektron mehnat bazasida ham ma'lumotlari shakllangan. Bunday holatda Dilbar opaning asosiy vazifasi hujjatlari bazada to'g'ri aks etganini tekshirish. Agar hammasi joyida bo'lsa, yangi tizim unga ortiqcha muammo keltirmaydi. Aksincha ortiqcha ma'lumotnoma so'rash kamayishi mumkin. Endi ikkinchi toifa bor. Rasmiy va norasmiy ish aralash bo'lgan odamlar. Masalan, Akmal aka 10 yil zavodda ishlagan, keyin Saksil bozorda o'zicha savdo qilgan, keyin yana 7 yil xususiy firmada rasmiy ishlagan. Qog'ozda uning rasmiy staji 17 yil bo'lishi mumkin, lekin real hayotda u 25 yil mehnat qilgan. Pensiya tizimi esa real charchoqni emas, hujjat bilan tasdiqlangan staj va daromadni hisobga oladi. Mana shu joyda odamlar ko'p adashadi. Men umr bo'yi ishlaganman deyishning o'zi yetmaydi. Davlat hisob-kitobida isbot kerak, mehnat shartnomasiz, yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tgan davrlar, soliqlar, patent yoki boshqa rasmiy to'lovlar, arxiv hujjatlari, ish joyidan buyruqlar, maosh ma'lumotlari. Uchinchi toifa esa pensiyaga chiqishga yaqin turganlar. Masalan, erkak kishi 59 yoshda, ayol kishi 57 yoshda bo'lsa, men ularga aynan hozirdan hujjatlarni tekshirishni maslahat beraman. Chunki pensiya yoshiga yetgandan keyin arxiv qidirish, xatoni tuzatish, eski korxonaning hujjatlarini topish ko'p vaqt oladi. Ba'zan odam pensiyaga chiqish uchun
ariza beradi. Keyin ma'lum bo'ladiki, 1996 yildan 2002 yilgacha ishlagan davr bazada yo'q yoki mehnat daftarchasidagi yozuvda muhr noto'g'ri bosilgan. Natijada pensiya vaqtida tayinlanmaydi yoki kamroq tayinlanadi. Men bunday holatlarda doim aytaman. Hujjatni pensiya kuni emas, pensiyadan kamida 1 yil oldin tekshiring. 4-toifa hozir pensiya olayotganlar. Ko'pchilik o'ylaydi. Men allaqachon pensiyaga chiqqanman. Menga yangi tizimning nima aloqasi bor? Aloqasi bor. Chunki ayrim holatlarda pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Qo'shimcha hujjatlar taqdim etilganda ilgari hisobga olinmagan staj yoki ish haqi davri pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, Salim aka 2018-yilda pensiyaga chiqqan. O'sha paytda eski zavoddan maosh ma'lumotnomasi topilmagani uchun uning 5 yillik yuqori oylikli davri hisobga olinmagan. Keyin arxidan hujjat topildi. Agar u bu hujjatni tegishli tartibda taqdim etsa, pensiya qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Albatta, hamma holatda pensiya avtomatik oshadi deb aytish noto'g'ri. Lekin tekshirtirishga arziydigan vaziyatlar ko'p. Keling, raqamli misol bilan tushuntiraman. Bir odamda 2 yil rasmiy staj bor, ikkinchi odamda 2 yil rasmiy staj bor. Ikkalasi ham bir xil yoshda pensiyaga chiqadi. Agar birinchi odamning o'rtacha ish haqi ham yuqoriroq bo'lgan bo'lsa, odatda uning pensiyasi ikkinchisidan sezilarli farq qiladi. Lekin birinchi odamning 10 yillik staji hujjatda tasdiqlanmasa, u amalda ikkinchi odamga yaqin hisob-kitobga tushib qolishi mumkin. Bu yerda muammo qonunda emas, hujjatning yo'qligida bo'ladi. Shuning uchun yangi tizimda eng katta boylik bu to'g'ri yuritilgan mehnat tarixi. Yana bir misol. Nodira opatikub sexida ishlagan, lekin bir necha yil davomida ish beruvchi uni rasmiy ishga olmagan. Oylikni naqd bergan, hech qanday shartnoma qilmagan. Nodira opa o'sha yillarda har kun ishlagan, mehnat qilgan, sog'lig'ini sarflagan. Lekin pensiya hisobida bu davr chiqmasligi mumkin. Endi yangi tizimda ish beruvchining elektron hisobotlari, soliq bazasi va bandlik ma'lumotlari tekshirilsa, norasmiy davr ko'rinmaydi. Demak, bugungi ishlayotgan odamlar uchun ham saboq shuki, rasmiylashtirilmagan mehnat ertaga pensiyada zarar bo'lib qaytadi. Asosiy o'zgarishlardan yana biri shuki, odamning rasmiy daromadi muhimlashadi. Faqat ishlaganman emas, qancha rasmiy maosh olganman degan savol ham ahamiyatli. Agar ish beruvchi hujjatda minimal oylik ko'rsatib, qolganini konvertda bergan bo'lsa, pensiya hisobida ko'rinadigan daromad past bo'ladi. Masalan, Jamshid aka real hayotda oyiga 5 million so'm olgan, lekin hujjatda 5 million ko'rsatilgan. Pensiya hisobida ko'pincha hujjatdagi 2 million muhim bo'ladi. Demak, odam hozir ko'proq naqd olayotgandek ko'rinsa ham, kelajakdagi pensiyada yutqazishi mumkin. Endi istisnolar, nozik joylar va ko'pchilik bilmaydigan masalalarga o'tamiz. Birinchi nozik nuqta, barcha staj bir xil hisoblanavermaydi. Ayrim davrlar mehnat stajiga qo'shilishi mumkin, ayrimlari esa faqat shartlar bajarilganda hisobga olinadi. Masalan, harbiy xizmat, bola parvarishi bilan bog'liq davrlar, ta'lim, nogironlikka oid ayrim holatlar, mehnatga layoqatsizlik davrlari bo'yicha alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Men bu yerda har bir holatni bitta umumiy qoida bilan yopib yubormayman. Chunki har bir insonning vaziyati alohida. Lekin asosiy maslahat shuki, bu davr stajga kirmaydi deb o'zingizcha xulosa chiqarmang. Tegishli idoradan yozma yoki rasmiy izoh oling. Ikkinchi, nozik nuqta arxiv hujjatlari. Eski korxonalar tugatilgan, nomi o'zgargan, boshqa tashkilotga qo'shilgan bo'lishi mumkin. Ko'p odam ish joyim yopilgan, endi hujjat topilmaydi deb o'ylaydi. Aslida korxona yopilganda uning hujjatlari ko'pincha arxivga topshirilishi kerak. Tuman yoki shahar arxivi, viloyat arxivi, idoraviy arxiv korxonaning huquqiy vorisi bor yo'qligi tekshiriladi. Agar siz 1990 yillarda yoki 2000 yillarning boshida ishlagan bo'lsangiz, aynan shu masalaga jiddiy qarang. Bir dona ma'lumotnoma ba'zan pensiya miqdorini oyiga 100 minglab so'mga farq qildirishi mumkin. Uchinchi nozik nuqta. Ism familiya o'zgarishi. Ayniqsa ayollarda turmushga chiqqandan keyin familiya o'zgargan bo'ladi. Mehnat daftarchasida eski familiya, pasportda yangi familiya, diplomda boshqa yozilish, arxiv ma'lumotnomasida harflar farqi bo'lishi mumkin. Masalan, Gulnora bir joyda Gulnora deb yozilgan, Yo'ldoshev boshqa joyda Yo'ldoshev deb ketagan. Oddiy ko'rgan bunday farqlar hujjatlarni solishtirishda muammo beradi. Shuning uchun nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, tug'ilganlik guvohnomasi kabi hujjatlar tayyor turishi kerak. 4-nozik nuqta, pensiya qayta hisoblashni hamma ham to'g'ri tushunmaydi. Odam qo'shimcha hujjat topshirsa,
pensiya albatta oshadi deb o'ylaydi. Yo'q, men buni aniq aytaman. Qo'shimcha hujjat pensiyaga ta'sir qilishi uchun u hisob-kitobda muhim bo'lishi kerak. Masalan, allaqachon yetarli staj hisobga olingan. Qo'shimcha davr esa past maoshli yoki hisobga ta'siri kam bo'lishi mumkin. Yoki hujjat qonuniy talabga javob bermasligi mumkin. Shuning uchun hujjat topshirayotganda qabul qilib qo'ying deyish bilan cheklanmasdan. Ushbu hujjat pensiya hisob-kitobimga qanday ta'sir qiladi deb so'rash kerak. 5-nozik nuqta qarzdorlik va ijro hujjatlari. Ayrim pensionerlar pensiyadan ushlab qo'linayotgan summalardan norozi bo'ladi. Yangi tizimda ma'lumotlar bog'langani sari aliment, kredit, jarima yoki boshqa ijro hujjatlari bo'yicha ushlanmalar aniqroq ko'rinishi mumkin. Bu pensiya kamaydi degani emas, balki pensiyadan qonuniy ushlab qolish bo'lishi mumkin. Agar pensioner nega kam tushdi deb so'rasa, birinchi navbatda pensiya miqdori o'zgarganmi yoki ushlanma bormi? Shuni ajratib olish kerak. 6-nozik nuqta bank kartasi va to'lov usuli. Pensiya tayinlangan bo'lsa ham, bank rekvizitlari noto'g'ri bo'lsa, karta muddati tugagan bo'lsa, hisob raqam faol bo'lmasa yoki pensioner boshqa hududga ko'chgan bo'lsa, to'lovda kechikish bo'lishi mumkin. Bu ham yangi tizimda ko'proq elektron tekshiruvlarga bog'lanadi. Shuning uchun pensionerning telefon raqami, yashash manzili, bank kartasi va shaxsiy ma'lumotlari yangilangan bo'lishi muhim. 7-nozik nuqta. Chet elda ishlagan yoki boshqa davlatdan ko'chib kelgan fuqarolar. Bunday holatlarda xalqaro shartnomalar, ish davrining qaysi davlatda o'tganligi, badallar qayerda to'langanligi, doimiy yashash maqomi kabi masalalar ko'riladi. Masalan, bir odam 5 yil O'zbekistonda, 1 yil boshqa davlatda ishlagan bo'lsa, bu davrlar avtomatik ravishda bir xil tartibda qo'shiladi deb o'ylamaslik kerak. Hujjatlar tarjimasi tasdiqlanishi, tegishli idoralar o'rtasidagi so'rovlar talab qilinishi mumkin. 8-nozik nuqta. Nogironlik pensiyasi bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi va yoshga doir pensiya bir xil masala emas. Har birining sharti, hujjati, hisob-kitobi boshqacha. Masalan, boquvchisini yo'qotgan oila uchun marhumning staji va daromadi muhim bo'lsa, nogironlik pensiyasida tibbiy xulosa, nogironlik guruhi, qayta ko'rik muddati, mehnat staji kabi jihatlar ahamiyatli bo'ladi. Shuning uchun bir qo'shnining holatini ikkinchi qo'shniga ko'chirib bo'lmaydi. Men har doim aytaman, pensiyada falonchiga shunday bo'lgan ekan degan gap emas. Sizning hujjatingiz va sizning holatingiz hal qiladi. Endi eng muhim qism. Tomoshabin hozir nima qilish kerak? Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, o'zingizning mehnat tarixingizni tekshiring. Agar siz pensiyaga yaqin bo'lsangiz yoki hozir pensiya olayotgan bo'lsangiz, mehnat daftarchangizni, ish joylaringiz ro'yxatini, qaysi yillarda qayerda ishlaganingizni alohida daftar yoki faylga yozib chiqing. Sana bo'yicha yozing. Qaysi yil ishga kirgansiz? Qaysi yil chiqqansiz? Lavozimingiz nima bo'lgan? Tashkilot nomi o'zgarganmi? Manzili qayerda bo'lgan? Ikkinchi qadam, hujjatlarni yig'ing. Sizda pasport yoki ID karta, JSH, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, bolalar tug'ilganlik guvohnomasi, ish haqi haqida ma'lumotnomalar, arxiv ma'lumotnomalari, mehnat shartnomalari, buyruqlardan ko'chirmalar bo'lsa, ularni bir joyga jamlang. Hujjatlarning asl nusxasi va nusxalarini alohida saqlang. Agar hujjat xira bo'lsa, oldindan aniqlashtiring. Chunki pensiya tayinlash kuni muhr ko'rinmayapti degan gap chiqsa, vaqt yo'qotasiz. 3-qadam, elektron ma'lumotlaringizni tekshirtiring. Davlat xizmatlari markazi, tegishli pensiya jamg'armasi bo'limi yoki mavjud elektron xizmatlar orqali siz haqingizdagi ma'lumotlar qanday aks etayotganini bilishga harakat qiling. Men tomoshabinlarga shuni maslahat beraman. Og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Iloji bo'lsa, so'rov yuboring, rasmiy javob oling yoki hech bo'lmaganda qaysi davrlar ko'rinayotganini yozib oling. Chunki keyin xatoni tuzatishda aniq davrni ko'rsatish kerak bo'ladi. 4-qadam, ish beruvchidan ma'lumot so'rang. Agar siz hali ishlayotgan bo'lsangiz, kadrlar bo'limidan mehnat shartnomangiz, ishga qabul qilish buyrug'i, lavozim o'zgarishlari, ish haqi ma'lumotlari to'g'ri yuritilayotganini tekshiring. Maoshingiz rasmiy ko'rsatilayotganini biling. Hozir menga farqi yo'q demang. Bugungi rasmiy maosh ertangi pensiyaning poydevori. Agar ish beruvchi sizni rasmiylashtirmay ishlatayotgan bo'lsa, bu masalani cho'zmasdan hal qiling. 5-qadam. Arxivga murojaat qilishni kechiktirmang. Agar eski ish joyingiz yopilgan bo'lsa, tuman yoki shahar arxiviga, viloyat arxiviga, korxonaning huquqiy vorisi bo'lsa, o'sha tashkilotga so'rov bering. So'rovda aniq yozing.
Men falon yildan falon yilgacha falon tashkilotda ishlaganman. Lavozimim falon bo'lgan. Ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish haqidagi buyruqlar. Shuningdek, ish haqi ma'lumotlarini tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasini berishingizni so'rayman. İmkon qadar eski tashkilot nomini, bo'limini, taxminiy manzilini ham yozing. 6-qadam. Xato topilsa, uni yozma ravishda tuzattiring. Masalan, stajingiz kam ko'rinyapti. Familiyangiz noto'g'ri yozilgan, ish davri tushib qolgan yoki maosh noto'g'ri aks etgan bo'lsa, shunchaki aytib qo'ydim bilan kifoyalanmang. Ariza yozing, hujjat nusxalarini ilova qiling. Qabul qilingan sanani qayd qildiring. Men amaliyotni ko'p ko'raman. Odam idoraga boradi, og'zaki tushuntiradi, keyin bir oy o'tadi, hech narsa o'zgarmaydi. Chunki rasmiy ariza bo'lmasa, jarayon ham rasmiy yurmaydi. 7-qadam. Pensiya tayinlanganda hisob kitobni tushunishga harakat qiling. Sizga pensiya miqdori aytilganda shuncha chiqdi degan javob bilan to'xtamang. Qancha staj hisobga olindi, qaysi ish haqi davri olindi, qaysi hujjatlar qabul qilindi, qaysi davr hisobga olinmadi, sabab nima, shularni so'rang. Agar tushunarsiz bo'lsa, yozma tushuntirish so'rashga haqlisiz. Bu janjal qilish degani emas, bu o'z huquqingizni bilish degani. 8-qadam. Pensioner ota-onangizga yordam bering. Ko'p yosh katta odamlar elektron tizim, arxiv so'rovi, bank kartasi, ID ma'lumotlari bilan qiynaladi. Farzandlar ko'pincha faqat pensiya tushdimi deb so'raydi, lekin pensiya to'g'ri hisoblanganmi? Qo'shimcha hujjat bormi? Ushlanma nima uchun bo'lyapti, buni tekshirmaydi. Agar oilangizda pensioner bo'lsa, bir kun vaqt ajrating, hujjatlarni ko'rib chiqing, tushunmagan joyini birga so'rab aniqlang. Bu juda katta amaliy yordam. 9-qadam. Hech kimga pul berib ish bitirishga urinmang. Pensiya hisob kitobi hujjat va qonun asosida bo'lishi kerak. Agar kimdir men sizga pensiyani oshirib beraman, arxivsiz hal qilaman, tanishim bor desa, ehtiyot bo'ling. Bunday va'dalar odamni aldashi, ortiqcha xarajatga tushirishi yoki qonuniy muammoga olib kelishi mumkin. Sizning eng kuchli himoyangiz rasmiy hujjat, yozma murojaat va aniq hisob kitobdir. 10-qadam. Muddatlarga e'tibor bering. Pensiyaga chiqish yoshi yaqinlashganda arizani vaqtida berish, hujjatlarni oldindan tayyorlash, qo'shimcha ma'lumotnomalarni kechiktirmaslik muhim. Ayrim to'lovlar ariza berilgan sana. Hujjat topshirilgan vaqt yoki huquq paydo bo'lgan sana bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun keyingi oy boraman deb yurish foydali emas. Pensiya masalasida vaqt ham pulga teng. Men yana bitta muhim maslahat beraman. Har bir hujjatning nusxasini saqlang. Arxivdan ma'lumotnoma oldingizmi? Nusxa qiling. Pensiya bo'limiga ariza berdingizmi? Qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi yoki raqamni saqlang. Elektron murojaat yubordingizmi? Raqamini yozib oling. Bank kartangiz almashdimi? Yangi rekvizitlarni vaqtida bildiring. Telefon raqamingiz o'zgarsa, tegishli idoralarda yangilang. Ko'pincha katta muammo kichik e'tiborsizlikdan boshlanadi. Yangi pensiya tizimidan qo'rqish kerakmi? Men bunday deyman, qo'rqish emas, tayyor bo'lish kerak. Tizim raqamli bo'lsa, ma'lumot aniq bo'lsa, bu odamga qulay. Lekin ma'lumot xato bo'lsa, xato ham tez tarqaladi. Shuning uchun har bir fuqaro o'z mehnat tarixi, rasmiy daromadi va hujjatlar bo'yicha mas'uliyatni his qilishi kerak. Ayniqsa bugun 40 yoshda bo'lganlar ham pensiya hali uzoq deb beparvo bo'lmasin. Sizning bugungi rasmiy ish joyingiz, bugungi oyligingiz, bugungi soliq va ajratmalaringiz kelajakdagi pensiyangizni belgilaydi. Xulosa qilib aytaman. Yangi pensiya tizimida asosiy e'tibor rasmiy ma'lumotlar, elektron bazalar, tasdiqlangan staj va qonuniy daromadga qaratiladi. Kimning hujjati toza, staji aniq, maoshi rasmiy bo'lsa, u ko'proq xotirjam bo'lishi mumkin. Kimda arxiv masalasi, norasmiy ish davri, familiya o'zgarishi, maosh ma'lumotnomasi yoki elektron bazada xato bo'lsa, u hozirdan harakat qilishi kerak. Pensiya bu faqat davlat beradigan pul emas, bu sizning yillar davomida qilgan mehnatingizning hujjatdagi natijasidir. Sizdan so'rayman, oilangizda pensiya olayotgan inson bormi? Ularning pensiyasi to'g'ri hisoblanganiga ishonchingiz komilmi? Fikringizni izohlarda yozing. Agar bu video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumotni bilgan odam o'z huquqini vaqtida himoya qiladi. Bilmagan odam esa yillar davomida o'ziga tegishli pulni olmay yurishi mumkin.